Assalomu alaykum. Hozir Dart dasturlash tilidagi variable ya'ni o'zgaruvchilarni o'rganib chiqamiz. Xudo xolasa harakatga qilamiz. Qo'ldan kelgancha. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p. O'zi Dart tilida o'zgaruvchilar, umuman o'zgaruvchilar nima bu? Umuman o'zgaruvchilar dasturlashda berilgan shartlarga va dasturga uzatilgan ma'lumotlarga qarab o'zgarishi mumkin bo'lgan qiymatga aytiladi ular. Mana misol uchun bu yoqda turli misollar berilgan. Bu yoqda ma'lumot turi beriladi, bu yoqda nom beriladi o'zgaruvchiga va bu qiymat berilmagan holatida tugashi. Keyinchalik bu yoqda qiymat berilyapti nomi bilan teng qilib qiymat berilyapti. Xo'p, misol uchun ularni mana bu ko'rsak. Bu yoqda mana bu yerdan boshlab o'zgaruvchilar berilgan Dart dasturlash tilidagi o'zgaruvchilar. Bu yoqda nam bu yoqda uchalasi ham sonlar bilan ishlaydi. Int oddiy butun sonlar bilan ishlaydi. Misol uchun 1, 2, 3, 4 oddiy sonlar, double haqiqiy sonlar bilan ishlaydi. 1.2, 3.4 shunaqa haqiqiy sonlar bilan nam bularni otasi hisoblanadi. Namni ham butun sonlar bilan ham haqiqiy sonlar bilan, ya'ni 3.4 ham, 1da ham, misol 3da ham qabul qilaveradi degani. Ishlasa bo'ladi. Buni xudo xolasa amaliy ko'ramiz. Hozirdan ko'rib ketsak ham bo'ladi. Misol uchun hozir VS Code ga kiraman va Ctrl Shift P ni bosib Dartda New Projectni bosaman. Bu yoqdan CLI application mana shuni tanlaymiz va ustiga bosamiz. Endi bu yoqdan nom tanlaymiz. Xo'p, xohlagan papkalaringizga kirib, o'ziga qulay bo'lgan joyga saqlab olasizda, nom berasiz papka yaratib. Xo'p, papka yaratishni ham aytib ketay. Bir yo'la mishkani o'ng tarafini bosib yoki klaviaturaga 2 barmoqda bossalaringiz shunaqa o'yinda chiqadi. Bu yoqdan new tugmasiga borib, folderni bosamiz. Nom bersaylik. Xo'p, o'zgaruvchilar. Variables. Okay, enter bosamiz va select qilamiz. Bu yoqda ham nom so'rayapti. Bu yoqda ham o'zgaruvchilar. Katta harflardan foydalanish mumkin emas. Pastgacha mumkin. Xohlagan nom bersangiz bo'ladi. Aniqlashtirish uchun shunaqa deb nomladim. Xo'p, endi kattalashtiraman. Bu yoqda yaratilyapti Dart Create. Ozgina kuchimiz kerak. Xo'p. Bungacha o'rgatib tursam bo'ladi. Xo'p, bu yoqda umuman hamma o'zgaruvchilarning otasi obyektga borib taqaladi. Obyektdan keyin ular ikkiga bo'linadi. Canonical va referensiga. Ularda ham turlari canonical 5 ta, referensda 4 xil ma'lumot turlari bor. Xo'p, bu yoqda bu canonical degani bu yerda canonicalda ularning o'zgaruvchilariga qiymat berilganida misol uchun listda ro'yxat qilib ko'p ma'lumotlar bilan ishlanadi. Mapda ham, setda ham, runs bor bu yoqda, yana boshqa. Bularda bo'lsa ko'p qiymat bilan emas, faqat bitta qiymat bilan ishlanadi. Misol uchun buni amalda ko'rsatishim kerak. Xo'p, mana ochgan ekan. Bu yoqdan binga o'tamiz. Bu yoqda alohida bizga page ochib qo'ygan yoki o'zimiz bu yoqdan yangi page tugmasiga bosib main nuqta dart deb nom bersak ham bo'ladi. Oxiri nuqta dart bilan tugashsa bo'ldi. Misol uchun yangi nuqta dart. Farqi yo'q, oxiri nuqta dart bilan tugasa bu Dart dasturlash tilida ochilganini bildiradi. Okey, birinchidan boshlaymiz. Eng oson yo'li main yozamiz-da. Aytgancha bu yoqda extension yuklashlaringiz kerak. Agar sizlarda yo'q bo'lsa, bu yoqqa Dart deb yozib yuklab olishlaringiz shart. Mana oldin yuklagandim, shuning uchun hozir shart emas. Keyinchalik Flutterda ishlaganda ham Flutter extension yuklashlik kerak. Men yuklab qo'yganman. Bu yoqda install turadi, shuni bosasizlar.
Okey, bu yoqda qizil berdi chunki noto'g'ri yozdik. Mana main deb yozdimda, keyin bu yoqda bu chiqdi. Ctrl bilan space bosganimda chiqyapti. Va enter bosaman. Yoki buni shunchaki void main desak ham bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib ochib olamizda. Keyin Ctrl J tugmasini bossaylik. Ctrl J. Terminalni ochib beradi bizga. Ctrl J. Yodlab olishlaringiz kerak. Qayerdan bilaman? Chunki ustiga borganimda tepasida ko'rsatib turadi. Misol uchun mana ko'rgan bo'lsalaringiz kerak. Okey. Endi page'lardan tez o'tayotganim sababi, qanaqa o'tayotganim sababi Alt bilan Tab tugmalarini bosyapman. Alt plus Tab tugmalarini bosyapman. Bularni rasmda ko'rsatsam tushunarli bo'ladi. Mana. O'rgatib ketay dedim. Balkim foydali bo'lar. Xo'p, mavzuga qaytsak. Hozir birinchi namni ko'raylik. Mana bular nam, string, pool, int, double bular o'zgaruvchilar. Bu yoqda map, list, set bular ham o'zgaruvchilar. O'zgaruvchilar asosan mana shu 9 ta ishlatiladi. Uzr, bu yoqda 7 ta ekan, member 8 ta ekan. Member 8 ta. Xo'p, bu yoqda runs ham bor edi. Runs bu yoqqa qo'shilmagan ekan. Shu bilan 9 ta bo'lardi. Bu yoqda hozir 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. Xo'p. Birinchi bo'lib namni ko'ramiz. Ishlayotganini tekshirib ko'rish uchun print so'zini yozamiz. Print bu funksiyasini yozsaylik va qo'shtirnoq qo'yib turib salom deb yozsaylik, shunchaki ishlayotganini bilishlik uchun. Bu yoqda mana bu belgini qo'yishlik shart, chunki amal tugaganini bildiradi bu. Bu yoqda debug funksiyasi ochilgan. Bunga bossaylik, ishlatib beradi buni. Va bu yoqda mana chiqdi salom dunyo. Okey. Endi tagidan yozaman nam. O'ziga murojaat qilishim uchun o'zini kalit so'zini, o'zini nomini yozishim kerak. Misol uchun bu son. Shunchaki xohlagan nomimni berdim. Keyin tenglayman. Xohlagan raqamga, misol uchun 3 ga tenglayman va yana tugatish belgisini qo'yaman. Keyin nam deymanda boshqatdan ochaman, kalit so'zini ishlatib, ya'ni o'zgaruvchi nomni ishlatib va bu haqiqiy son. Tenglayman 3.14 ga. Bo'ldi. Menda bunaqa qizarib sarg'a bo'lib qolganining sababi shunaqa extensionlar yuklab olganman bu yoqdan. Keyinchalik nasib bo'lsa bufferja bularni ham aytib berarman, xudo xolasa. Xo'p, bu sarg'a bo'lganining sababi menda bu hozir ishlatilmayapti. Print ichiga olib ishlatmagani uchun kerak emas deb hisoblayapti-da bu. Buni hozir biz ishlatamiz print qilib. Print bu konsolga chop qilib beradi umuman ichidagi ma'lumotlarni. Print deymiz va bittalik qo'shtirnoq ochib, qavslarning ichida yozamiz nomini. Bu sonida nomi o'zgaruvchi nom. Mana bu o'zgaruvchi nomi. Bu o'zgaruvchi turi hisoblanadi. Buni data type deydi, ya'ni o'zgaruvchi ma'lumot turi. Bu o'zgaruvchi nomi bo'ldi. Bu yoqqa yozamiz. Bu son. Okey. Endi keyingisini yozamiz. Ana yozganimda ko'rgan bo'lsalaringiz, bu sonni yozganimda bu yoqda bu sarg'ayish ketdi, chunki bo'ldi ishlatildi bu. Hop, print qilib turib yozamiz. Endi bu haqiqiy son. Enter bosib qo'ya qoldim. Nuqta virgul qo'yaman. Endi qayta ishlatib ko'raman. Bu yoqdan hozir salom dunyo 3.14. Mana ma'lumotlar. Chunki aytganimdek, namda ham oddiy haqiqiy ham butun sonlarda qabul qiladi nam, ham haqiqiy sonlarda bunaqa sonlarda. Chunki ikkala o'zgaruvchi turini ham otasi hisoblanadi nam. Hop, misol uchun isbot sifatida kiritib ko'ramiz. Bu yoqda mana int bor, bu butun sonlar 3 ni o'zini. Double 3.14 shunaqa sonlardan oladi. Buni sinab ko'raman hozir oddiyroq qilib tushuntirsam. Int 3 oldi. Uzr, nom bermadik. Son 2 misol uchun teng 3 da oldi mana. Yoki mana 99 da oldi.
Bu ishlayapti. Xo'p, print qilamanda son 2 deyman. Endi bo'ladi, mana kommentariya bor. Umuman dasturlash tilida kommentariya bor. Buni ikkita mana shunaqa slash orqali qo'ysalaringiz satr boshiga butun satrni ko'rinmas qiladi. Ya'ni faqat dasturchilar ko'ra oladi. Umuman mana bu yana o'z holiga qaytdi. Buni ham kommentariya yozib qo'ysam, dastur borligini sezilmaydi. Faqat dasturchilarga ko'rinadi bu. Mana. Biz bu yoqda yozganmiz, ammo kommentariya yozganimiz uchun bu yoqda ma'lumot chiqmaydi. Mana bu print qilganlarimiz buni o'chirib tashlamadik, lekin kommentariya yozdik. Shuning uchun buni ahamiyatsiz deb shunchaki izoh deb olib ketadi. Buni hozircha tepaga ko'tarib qo'yay. Haqiqiy sonlar. Xo'p. Buni isbotlayotgandim. Int butun sonlarda oladi. Okey, endi tagida yana int deymanda son 3 deyman misol uchun va yana 99 u to'g'ri yozsam, mana bu endi xatolik beradi, chunki uni int faqat butun sonlarni qabul qiladi. Bu haqiqiy son bo'lib qoldi. 3 butun. Misol uchun xohlagan soningizni nuqtali bo'lsa bo'ldi. Buni olmaydi. Faqat shu nuqtagacha bo'lgan sonni olishi mumkin. Keyinchalik olishlik yo'lini keyinchalik mukammalroq ko'rganda ko'rib ketamiz. Intga o'girishni hozirchalik shu yetarli. Xo'p, endi buni ham kommentariya yozib qo'yaman. Kommentariya olish uchun, tezda olishlik uchun Ctrl bilan slashda bosyapman. Buni ham ko'rsatishim kerak. Mana bu tugmalar. Mana aniqroq izohi. Ctrl va I'm sorry bo'lmas. Mayli shu ekan. Ctrl bilan slash mana bu belgi, so'roq tagidagi. Ctrl bilan slash. Sinab ko'rishlaringiz kerak. Hop, yaxshi. Endi double da ko'rsatay. Double haqiqiy son. 3.14 misol uchun. Mana bu oldi. Print qilaman. Haqiqiy sonni yozaman. Run qilaman. Bu yoqdan 3.114 chiqarib berdi. Xo'p. Buni tepaga qo'yib qo'ysam, ha. Mana buni o'chirib qo'ya qolay. Chiroyli turadi. Buni ham tepasiga yozib qo'yishim kerak. Double haqiqiy sonlar. Mana shunaqa. Xo'p, mana buni nuqtadan keyingi qismini o'chirib tashlasam nima bo'ladi? Olaveradi. Nima sababdan? Chunki kodni run qilganimda mana 3 yozgan mana. Hozir run qilaman. Mana bu yoqda 3.114 eski holati. Hozir buni 14 ni o'chirib tashladim. Run qilaman va bu yoqda 3.0 chiqish kerak. Ha. Mana bu baribir double ga o'girib nuqta 0 qo'yib yuboradi 3 ta o'zi bo'lsa. Chunki biz 3 0 bo'lsa nuqta 0 da yozmasligimiz mumkin-ku. Shuning uchun o'zi qo'yib yuboradi. Nuqta 0 qilib. Baribir haqiqiy songa o'girib qo'yadi. Oddiy yozib bo'lmaydi. Shunaqa. Xo'p, qolganlarini ko'rib ketsak. Buni ham belgilab turib Ctrl bilan slash bossak, qatorgacha Ctrl bilan slash bossak, butun qatorda kommentariya olib qo'yadi. Okey, keyingilarini ko'rib ketamiz. Buni sal beroq qo'yish kerak. Hop. Bu yoqda int double numni ko'rdik. Hop. Qisqacha ko'rib ketdik. Xudo xolasa keyingi darslarda mukammalroq ichiga kirib ko'ramiz. Bu shunchaki ma'lumot bo'lishlik uchun bo'lyapti. String va boolni ko'rsak. Bu yoqda string bor. String bu satrlar bilan ishlaydigan ma'lumot turi. Misol uchun ismi stringda S katta bo'lishi kerak.
tenglaymiz. Misol uchun Aliga. Bo'ldi. Endi bu yoqda print qilib ishlatamiz. Ismi deb qilsaydik. Bu yoqda Ali chiqdi. Salom dunyoni bu yoqdan ham kommentariy yozib qo'yaylik, adashtirmaydi. Mana bu belgini bossalaringiz kichkina qilib qo'yadi. Ma'lumot uchun. Bu yoqqa son yozsa bo'lmaymi? Yozsa bo'ladi, faqat qanaqa chiqadi? Misol uchun 7 plus 3 yozsam qanaqa bo'ladi bu yoqda? Hozir bu yoqda 10 qilib qo'yadimi? Yo'q, 7 plus 3 qoladi. Buni satrga o'rgatib qo'yadi-da. Bu yoqda amal bajarsa bo'lmaymi demak? Bo'ladi amal bajarsa. Nimaga bo'lmas ekan? Buni belgilab olamiz yoki oddiyroq belgilash yo'li mana bunday qilib mishka bilan belgilasaylik. Keyin undan ham oson yo'li. Xo'p, bundan ham oson yo'li mana. Boshiga kelib buni shunaqa gulli qavs qo'yamiz-da. Gulli qavsning bosh qismiga dollar belgisini qo'yamiz. Mana shunda ichidagi amallarni bajaradi, matematik amal hisoblaydi, bajaradi. Bu yoqqa endi satr yozib olmaydi. Mana xatolik beradi. Faqat matematik amallarda bajarsa bo'ladi. Satr ichida chiqaradi, 10 chiqaradi endi. Mana. Oddiy ko'rinishi mana shu bo'ladi. Ha, satr ko'rinishini ham ko'rib keting, yaxshirog'i. Ma'lumot turini xohlasangiz A deb qo'yinglar, o'zlaringiz bilasizlar. Bu yoqqa misol uchun salom. Men shu yerdaman. Bo'ldi. Print. Hop, A. Ishlatamiz va bu yoqda natija salom, men shu yerdaman. Hop, buni undan almashtirmoqchi bo'lsalaringiz, buni ko'chirib Ctrl C tugmasini bosib buni o'chirib tashlaysizlar. Tagiga kelib Ctrl V qilasizlar. Buni ham ko'rsatib beraymi? Ctrl plus C, Ctrl plus V. Mana shu tugmada Ctrl C bu nusxalash, Ctrl V nusxalaganni qo'yish. Hatto rasmlarda ham shunaqa ishlatsa bo'ladi, faqat tekstlarda emas. Xo'p. Endi rang ko'rsam, farqi shunchaki teskari. Bu tepasidan bu tepadan bo'lib qoladi mana. Men shu yerdan bu satrlar bilan ishlash uchun kerak bo'ladi. Xo'p. Bu yoqda uzun satr yozsalaringiz, mana misol uchun juda ham uzun bo'lib ketdi. Bunda rang qilsam, mana buni o'ziga ketma-ket tushiradi. Xo'p, bu satrlarni ishlashlik uchun kerak. Stringni ham qisqacha ko'rdik. Bool. Bool bizda buni izohga olib qo'yaman. Chiroyli turadi. Xo'p, buni ham sal qisqartirib qo'ysam nima deysizlar? Sal qisqaroq bo'lsin. Okay. Endi bool yana o'zgarish nomini yozamiz. Bu yoqda bu ikki xil qiymat oladi. Qiymati deb qo'yish shunchaki nomlashga. Bu true yoki bool qiymati 2 teng false. Mana shu ikkita qiymat oladi. True, false bo'ldi. Rost yoki yolg'on. Endi print qilaman. Qiymati bo'ldi. Nusxalab turib mana ikkalasini ham rang qilib ko'radigan bo'lsam, true yoki false ni chiqarib beradi. Xo'p, buni keyinchalik amaliy sinab ko'rganimizda yaxshilab tushunib olsalaringiz bo'ladi. Hozircha shuni bilganlaringiz ma'qul. Xo'p, bu yoqda keyinchalik map, list, set va boshqalarni runsni keyinchalik ko'rib chiqamiz. Hozircha yetarli. Xudo xohlasa, keyingi darslarda ham manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Foydali bo'lgan bo'lsa, shunisiga xursandman. Omon bo'linglar.